Shu nonlarni olib kelib musullardan terib yeyapmiz. Qadrdonlar, iltimos yordam beringlar. Xo'jayin ham o'tib ketdilar. Rosa qiynalib qoldik. Yegani ham nonimiz yo'q, musullardan terib kelib yeyapmiz. Qizim kasal. Qancha yillardan beri yotar mana shu yerda. Og'ir sharoitdamiz. Oyog'ingizni ko'taring-da ozgina. Mana oyoqlari yo'q, oyoqlari kuyib uzilib ketgan. Qizlari ham jigari kasallagan, qizlariga ham yordam berish kerak. Qizlarini yechintirib olganim yo'q mana. Hamma insof bilan uylarining sharoitlarini qaranglar-da mana. Uyda sharoiti o'ta dahshat mana. Mana shu joyda o'tirib, mana shu yerda qattiq nonlarni olib kelib, suvga botirib yeb o'tirishar ekan. Alloh ehson qilganlarga ming baravar bersin. Amin. Allohu akbar. Jo'ga nima qilyapsiz? Xola, qanchadan beri ko'raman shu joyda siz xatigan nonlarni va shu joylardan narsa olasiz. Buni qo'ymonlaringizga olib ketasizmi? Yo'q, bolalarimga. Ularida erkak kishi yo'qmi? Boquvchi yo'qmi? Boquvchi yo'q, o'tib qolgan boquvchimiz. Nechta farzandingiz bor? 2 ta farzandim bor. Xatigan nonlarni yeysizlarmi, opa? Yeymiz. Qara nonlar do'stlar ko'panay bosib ketgan. Shularni olib borib Yeymiz. uylarida yeyishar ekan mana odamlardan qolgan nonlar. Hozir musurkadamiz. Uylaringni ham bir ko'rsak bo'ladimi, xola? Bo'ladi.